Ne bunaqa arzon bu? Sizlar kelishtirib beramiz-da. Urilganmi? Yo'q, Kraskasi bormi betida? Top-toza aka mashina. Hech qanaqa aybi yo'q. Plonkalarida mashina holati ideal aka. Lekin вообще narxi arzon. Bo'lishini ayting endi buni. Aka 80 ming bo'lishi. 80 ming, 3 ming o'tib berasizmi bor yo'q? Aka O'likda ham bunaqa narx yo'q. Nech pul bo'lishini ayting. Aka mana 47 dan 42 ga tushdim sizga aka. Obunachilik uchun bo'ladiganini qani bitta 5 oling, bitta 40 ming sizni nomingizdan kelishdi, aka 40 ming qilib beraman. bitta mashinadan 7 ming bor, ishiting. Videoni qo'ygunimizcha bu sotilib ketib qolsa nima qilamiz? Mana yana bittasi bor-ku. Bu Bundan ham arzonroq aka. Buni aka xuddi shu gap. Siz uchun bo'lsa 35 qilib beraman aka. Voy. 35 mingga patrulli bo'lyapsiz aka. Assalomu alaykum azizlar. Bugun Major Motors'dagi inomarkalarni, narx-navolarni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Bo'ladigan narxlari, oxirgi taqalgan narxlarini sizlarga ko'rsatamiz. Sizlar bilan birgalikda so'zlashamiz. Qani ketdi ichkariga. Assalomu alaykum. Sizlarga assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Salomat, yaxshimi? Charchamayapsizmi? Charchamang. Bugun endi ozgina boshingizni og'ritamiz. Bemalol, Narx-navolarni hammasini muxlislarga ko'rsatamiz. Bo'ladigan narxlarni qilib berasiz faqat. Bo'ldi aka. Videoni boshlab shu joyda kelishib olamiz. Ya bo'ldi. Narxlarni kelishtirib bermasangiz bo'lmaydi. Ya bo'ldi aka. Bemalol. Boshladik. Xo'p. Aka, buni dannilari va mashinani narxi. Aka, bu 25-yil absolutni yangi mashina, 25 kilometr yurgan 3 litrli turbinali motor aka. X5, X-Drive 40. 40 ay. Masla mashina inshaalloh Yangi har mashina, birimizga aka. nasib qilsin. Iloyim. Bo'lishi nech pul endi aka buni? Aka, buni bo'lishini 135 qilib beraman aka. 135 ming. 39 so'ralyapti o'zi. 139 ming so'ralyapti-gani. 135 ming qilib beraman aka. Bunaqa narx qancha topa olmasa kerakmi? Hozir kunda yo'q aka. Hozir kunda. Ham yevro ham oshib ketdi-yu, ham ta'sir O'shani qildi. hisobiga biz hali oshirmadi aka. O'shaning uchun ulgurib qolish kerak-da. Ha, eski partiyani eski narxda turibdi, to'g'rimi? Da. Zo'r. Mana ko'rishingiz mumkin. Pnevma podveskalari bor. Hamma akustikalari harman-kardon turibdi misol uchun. Mashina absolutni yangi. Gap yo'q. Saloni bor, odam maza qildiryapti. Ayniqsa hidi bor-ku. Sizga nasib qilsin mana shu hidlarni hillash. Voy. 3 yil garantiyalari bor buni. Ofitsialniy dilerdan olingan mashina. Ofitsialniy dileri mashinasi, 3 yil garantiyasi ham bor. Hamma narsasi bor. Hozir danniy moment olib kelsa, o'zi olib kelsa, bundan qimmat tushadimi yo? Aniq qimmat tushadi. 10 minglarga qimmat tushishi kerak. Ha, yevroni oshganligini hisobiga, lekin narxi yaxshi ekan. Narxi zo'r aka. Aka, buni dannilari qanaqa? G63 chi? Bu 24-yil 900 kilometr yurgan aka. Yangi mashina desa ham bo'ladi aka buni. Gap yo'q lekin. O'zim borib, mana shu qorasidan olishga niyat qilganman. Inshaalloh. Mana shunaqa lakironni, ani matrisi emas, lekin mana shunaqa nimadirda bleskli deydimi? Nech pul bu aka? Buni 280 ming. 280 ming. Endi bunaqa mashina haydaydigan odam uzoq talashmaydi, to'g'rimi? Ko'p talashmaydi, ko'p. Bo'laganini gapir deb aytadi. Shu gapni sizga ayting. 275 ming aka. 275 bu eksklyuziv narx. Oxiri bor. Taqaldi. Taqaldi aka. Aka, siz mana shu mashinani olishga loyiqsiz, sizga yarashadi ham. Lekin narxi menimcha bozorga, hozirgi bozorga yaxshi narx. Yaxshi narx. Bitta salonni ko'ramiz. Voy, buni matvi turishini qarang. Gap yo'q, qarang. Qizil bilan qora koja kombinatsiyasi, qizil choklada. Rullarda karbonlari, voy. Mazza. Gap yo'q. Nasib qilsin, nima deymiz? Birinchi sizga, keyin menga. Bu rangi juda ham eksklyuziv ekan. Narxi ham shunaqa eksklyuzivmi? Qilib beramiz shunaqa qo'ldan kelgancha aka. Aka, buni 190 so'raymiz. Bundan xuddi shunaqa 5000 dollar o'tib beraman aka. 185 ming. Ha. Uxti. Sizlarga eksklyuziv rangdagi, eksklyuziv G63 kerak bo'lsa, Major Motors'ga kelasiz. Chunki bu narx o'tgan safar menga ham qilib bermadingiz-ku? Yo'q, endi qilib beramiz aka. Bu yog'iga qilib beramiz. Gap yo'q lekin. Rost aytsam eksklyuziv narx bo'ldi lekin. Ham eshik ochilib yopilishi bor. Mana shu ovozi xuddi yurakni urishiga o'xshaydi. Logotiplarni qarang. AMG logotip. Filterbach. Gap yo'q. Hammamizga nasib qilsin. Eshitning yurak nolasini. X6M rost aytsam maxluq. Bu haqida bu 24-yil, to'g'ri motor, 18 ming kilometr yurgan, narxini 145 ming deymiz aka.
145 ming kelishtiradigan joyicha Aka 140 ming. chopaylik. 140 ming aka. Ishning 5 ming bor lekin hozir. Qarang, mana bunaqa narsa aka. Sizni nomingizdan kimdir kelsa, mana shu videoni ko'rib keldim desa, mani o'zimga murojaat qilsam, yana o'tib beraman aka. Agarda siz Major Motorsga kelib, mani nomimdan Nig'mat akamga uchrashadigan bo'lsangiz, sizga yana eksklyuziv narxlar qilib beradilar, yana ham kelishtirib beradilar, to'g'rimi? Gap bo'lishi mumkin emas aka. Nig'mat akamning oldilariga kelaverasiz. Bo'ldi, bemalol kelsanglar, chiroyli narx qilib beramiz. Gap yo'q. Menga yoqdi lekin salonni bitta ko'raylik buni. Bemalol. Salon jigarrang, kofe deydimi? Individual sideniyalarda Abduf Abagrev, polni karbon, Bowers Wilkins turibdi, pamit sideniya, massaj, xullas mashina bor. Buni ovozicha, buni o'zini yurib berishi ham zo'rda. Gap yo'q, inshaalloh. BMWning muxlislari ko'p, to'g'rimi? Bitta kelib, ko'rib, olib ketmasangiz bo'lmaydi lekin buni. Range Rover Sport. Buni danilari qanaqa aka? 23-yil 10 ming kilometr yurgan. 3 litrli motor bu ham. 10 ming kilometr. 10 ming kilometr. Gap yo'q lekin. Narxi 155 ming. bo'lishi 150 qilib beramiz. 150. Ha. Salonni ko'raylik. O'ta mashina o'ziga chaqiryapti. Vau. Saloni zo'r ekan. Xolodilniklari bor ekan. Mana ko'jasichi qanaqadir boshqacha-da, do'dam qarang. Ne bunaqa alkantara, patalolar. Bardoy rang bilan qora ko'ja kombinatsiya. Mana bu ham bilasizlar, do'popchada ikki xil rangligi. Gap yo'q. Qarang, 10.025 kilometr ekan. 10.000 kilometr yurgan mashina aniq ideal holatda bo'ladi. Yana keling, tepasida yana sodalashadigan joy bor. Range Rover Velar rangi juda ham eksklyuziv ekan. Noyob rang aka. 2018. 87 ming yurgan mashina. 18, 87 ming yurgan. Narxini 63 ming bo'lishini qilib beraman mana. Sirazi bo'lishini aytolmayman. Ha, sirazi bo'lishi. Sirazi aytolmayman aka sizga. Taqalda undan umuman o'ta olmaymiz. Shunaqa. Taqalganini Xo'p, bo'pti. Mashinani anaqalari qanaqa? Kraskasi? Kraskasi bitta detalida bor. Bitta Ha, bitta detalida bor. Bundan oldingi mashinalarni kraskasi yo'q mashinalarni aytmadik. Kraskasi borlari bo'lsa, sirazi aytib ketamiz. Voy, salonni rangini qarang. Qalbizni rangidan ekan, odam. Bu ham alkantara patolog, koja, oq bilan qora rang kombinatsiya qilingan. Gap yo'q. Har birimizga nasib qilsin. Voy, bu nima olib kelib qo'ydingiz aka? GV80 24-gasimi bu? Ha, zavodskoy motor. Gap yo'q. Kraska emas. Top toza aka, mashina. Hop, danilari? Zavodskoy. 5,5 ming kilometr yurdi mashina 24-yil aka. Polniy komplektatsiya. Buni farqli tarafi mana orqa sideni ochib ko'rsanglar, farqiga borsa bo'ladi aka. Vo, eksklyuziv-ku, ikkinchi qatori razdelniy. Biznes SUV deymiz ham buni? Shunaqa desa ham bo'ladi. Gap yo'q. Bu ham saloni bor, qalbizdagi qarang, oppoqligini, chiroyliligini yarashadi-da, borib. Mana bitta o'tirib olib, voy, yoqyapti-yu. Pardalari ham chiqar ekan. Gap yo'q. Bo'lishini ayting endi buni. 95 ming so'raymiz. Aha. Nech pul qilib beradi aka? Kelishtiring. 92 ming qilib beraman aka. Tekis qilsa bo'lmaydimi? Yo'q, bunaqa narx hozir hech qayerda yo'q aka. Bemalol xohlagan joylarda qarab olsanglar bo'ladi. Jivin o'zi yo'q aka hozir kunda. Ko'ryapsiz. Yo'q, qora ranglari bor, lekin bunaqa matvisi to'g'ri. Holatini, probegi kichkinasi, hamma narsani solishtirganga 90 qilib bera olmaysizmi? yo'q aka, 92. 92 taqalda. 92 taqaldi aka. Lekin menga yoqyapti, bilasizmi? Mashinani matviligi, xo'p, ikkinchi qator razdelniy bo'lgani, mana bu diska bu mashinaga juda ham yarashadi, qarang. Michelinda turibdi, balonlari, diskasi mashin bilan borib, men taniganman bu mashinani. Vidi boshqacha 5 talik. Keyingisiga o'tamiz. Aka, biznikida juda ham yaxshi ko'rishadi bu Mersi. Zo'r mashina. Obunachilarimizning bir 70% Mersichilar. Ana endi buni danilarini ayting. Xo'p, qarang, bu GLS 400 2019-yil 3 litrli motor. Lekin probegi zo'r aka. 51 ming probeg. 51 ming yurganmi? Mashina narxi 63 ming aka. Kraskalari yo'q. Yo'q, bitta eshigida bor aka. Unaqa незначительный pitnosi bor. Aha. No, bitta detalida bor. Bo'ladigani nech pul? Aka 63 ming deyapmiz.
pul bilan kelishni savdolashamiz ustida, okey? Muammo emas. Ha, ishtir bilan kelsa, Ha, o'tadigan kelishsa- joyi bor. Bor, okey? Akalar e'tiborli bo'lasizlar. Mana shunaqa pul bilan kelib turib, ko'p joyda chiroyli qilib bitkazib ketsanglar bo'ladi. O'zlari bilan uchrashasiz, Bemalol. ishinglar osongina hal bo'ladi. Bitta salonni ko'ramiz endi buni. 51 ming kilometrga, lekin holatini ko'rib maza qildim. Ko'jalari ham yomon turmayapti. Gap yo'q lekin. Inshaalloh nasib qilsin. Menimcha shu ruldagi ko'jani bitta almashtirib olasiz. 50 mingga, lekin bu koja yomon bo'lishi tabiiy. Hatta qolgan joylari o'zimga yoqdi. Joyi zo'r ekan mashina. Gap yo'q. Jahli chiqsa patologisini alkantara qilib olasiz. Aka, mashinalarni o'g'il bolasidan bittasi, to'g'rimi? O'sha legendarniy taxo, okey? Ha, lekin yaxshi ko'radi bizanikilar. Juda ham ham zo'r mashina. O'zimga ham yoqadi. Zo'rda. Kattaligini qarang buni. Nechi pul bu? Dandilari qanaqa? Okey, bu 2022 29 ming yurdi. Narxini 67 ming deyapmiz. 67 ming. Ha. Sal qimmat emasmi? Okey, kelishni savdolashamiz. Muammo emas. Endi taxoli sal tashagan paytda Endi bizni baribir probegidan, umumiy holatdan kelib chiqqan holatdan. Probegin qancha dedingiz? 29 ming. 29 ming, 22. Kraskasi toza. Top toza, okey. Bo'lishi hozir 67 ming deb aytaveramiz. Yo'q, 67 ming deyveramiz. Aha. Kelishsa savdolashamiz ustida, okey? Taxminan nechi pul o't berishingizni bilish kerak-ku, taxminan. Okey, o'tiladi bir 2-3 ming atrofida o'tiladi. Ishting 2-3 mingiz bor, kelavering. Chiroyli narxda olib ketasiz. Chiroyli narxda o'zingizniki qilasiz. Endi saloniga kirmasa bo'lmaydi endi buni. Bo'yi 1.92 lik odam, joylashishini qarang. Mana buni kengligini qarang. Bitta mushtdan shu joy bor. Hali sidenani orqaga surmaganman. Orqada gektar joy bor. Xullas katta akalarimiz bor. O'shalar bor mashina. Mana qarang. Gap yo'q. Mana dojim bor. O'shanga o'xshagan yirik ekan. Barlari katta. Gap yo'q. Patolog qismlari ham qora. Oldi loblariga tonirovkalarni urib olib, sizga yarashadi. Xudo xolasa, har birimizga nasib qilsin. O'zim ham niyat qilganman, inshaalloh. Balki men ham olvoramanmi. Bitta sizga, bitta menga. Oka, buni ko'ryapman. Taxu bilan bir xil ekan, go'dasi. Plus minus bir xil oka kuzovi. Gap yo'q, lekin katta mashinada, juda ham mashina, keng mashina. Buni danilari qanaqa? Bu 2017 104 ming yurgan 4 litrli motor. 4 litrli. Zo'r. Hop, kraskalari? Kraskasi toza, okey. Kraskalari toza. Hop, narxi? Okey, narxini 47 ming qo'yamiz. 47 ming deyapsiz. Ha. Hop, bo'ladiganini gaplashaylik endi. Okey, 42 ming qilib beraman sizga. 42 ming Ha. kelishdi ozgina. Yo'q, 42. Ozgina, O'zi 5 ming tushun. o'tyapman, okey. Ya to'g'ri, bilmayman. Meni obunachilarim uchun qanaqadir eksklyuziv narx qilib berishingiz kerak-da, baribir. Bo'ldi. Unda okey, mana shu videoni ko'rib kelgan odamga sizni nomingizdan 40 ming qilib beraman. Bo'ladi yani. Tushundingiz-a? Agar shu videoni ko'rasiz, ko'rib turib, oldilariga kelasiz. Menga shu videoda ko'rganman, 40 ming qilib berishgan deysiz. Yana savdolashing xolasangiz, yana savdolashib o'zingizga yoqqan narxda olib keting. Gap yo'q. Bo'ldi. Okey, lekin realniy zo'r narx. Xudo xolasa baraka topasiz. Menga yoqdi. Videoni qo'ygunimizcha bu sotilib ketib qolsa, qanaqa variantlarimiz bor? Mana yana bittasi bor, okey. O, rangi ham eksklyuziv-ku buni. Eksklyuziv keyin buni obyomi kattaroq. Bu 5-6 lik, 2014 79 ming yurgan. Offroadchilar bormi bu? Ha, bu zo'r, okey. Kraskasi? Bitta mashina krilosida bor, okey. Aha, narxi Okey, narxini 40 ming deyapmiz. 40 ming deyapsiz. Lekin mana bunga qo'shimcha o'sha aytganimizdek, okey, bo'ladigani 35 ming qilib beramiz, okey buni. Undan tushadigan joyi? Yo'q, taqalgani 35 mingga, okey. Nissan Ozgina. Patrol, yo'q, okey. Bo'ladigani 35 ming, okey. BYD ni puliga, lekin Nissan Patrol. 5-6 motorli, okey. Menimcha offroadlarga chiqasiz o bunda. Shoshilib qolmasangiz bo'lmaydi, lekin saloniga o'tiramiz. Saloni bunikichi juda ham yarki ekan, qarang. Bu videoda sizni xuddi shunaqa reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Hozircha bu joylarimiz bo'sh. Bemalol aloqaga chiqaverasiz. Qarang, bunda ham xolodilnigi bor. Mana qarang. Salonni tinuvligini qarang. Mana ko'jalarni oppoqqina qalbingizni rangidan. Maza qilasiz lekin. Offroadlarda ham, uzoq yo'llarda ham. Mashinani o'g'il bolasini olib kelib qo'yibsiz. Namuncha ko'p 5 ta X7mi? Har xilidan bor, okey. Yiliga qarab. Yiliga qarab. Ha, buni narxiga dannilarni qarab. aytingchi. Okey, bunisi 23, Aha. 43 ming yurgan, okey. Bu M60, okey. 4 motorli. katta motor.
Buni narxini aka 148 ming so'rayapmiz. 148. Ha. Kelishtiradigan joyichi? 145 ming. 145 ming. No tekislasa bo'lmaydimi? Chiroyli narxmi aka? Yaxshi. 140 minglarga bermaysizmi? Yo'q, 142 yo'q. Aka oxirgi narxini aytaymi siz uchun? Ayting. Taqalgan faqat. 142 ga beraman aka. Oxir. Yana tushiring. Yo'q, 142 ga oxirini qilib beraman aka shu. 142 mingga top toza kraskasi. Toza aka. Kraskasi top toza ekan. Oldi lopida tonirovkalari bilan billa lekin. Eplolsangiz yurasiz. Menimcha siz eplaysiz. Shuncha paytdan eplab yurgansiz, buni ham eplaysiz. Katta motorda vorillashi, darillashini eshitib maza qilib olasiz. Bitta saloniga kiramiz. Saloni qop-qora, bizani o'zbeklar yaxshi ko'radigan individual sidenalarda qo'jalari palon-pulli, polniy karbon ekan. Lekin men buni ko'rib, maza qilib oldim. Performance yozuvlar bilan rulda bunaqa joyda hech ko'rmagan edim. Head-up display, oldi lopida tonirovka, Michelin balonlarda, mashina 23-razmerdagi diskalarda ekan odam. Bowers Wilkins nima kerak? Hamma navoroti bor. Podstakanlikni isitadi, sovutadi, pnevma podveska. Xullas mashinani o'g'il bolasida. Oldida lopi bilan yurgansiz, mana bunaqa migalkalar bilan yurgansiz, mana bunaqa narsalar bilan yura olasiz. Bunisi nechi pul? Aka bunisi 145 ming so'rayapmiz. Hop, damlilari 24, 38 ming yurgan. Bu 40 ay. 38 ming, sal ko'proq yurmaganmi? Yo'q, yaxshi yurgan aka, mazza qilib haydashgan mashinani. O'sha narxini kelishtiring degan, narxini tushirmoqchiman. Hop, necha pulga beradi aka? Hammasini tushirib tashladingiz aka mashinaning narxini. Endi bo'ladigan narxini aytmasangizchi, obunachilar ham ko'rishadi-da, endi bekordan bekorga kelmay deyishadi. Buni 139 qilib beramiz aka. 139. 139 qilib beramiz ya, 139 aka. Kevrasiz, yana kelishadigan joyi bor. Yana arzon qilib beradilar. To'g'rimi? Mayli, gaplashamiz aka. Gap yo'q, mashina holati o'zimga juda ham yoqdi. Bitta sizlar bilan salonni ko'ramiz. X7 M60 da bor navrotlarning hammasi 40 ayda bor ekan. Bitta 360 ni ko'rmadim, qolgan hamma navroti bor ekan. Davodchik bor, parok bor, 23-razmerdagi diskalar bor. Hamma nima navrot kerak yana sizga? 3-X7. Danilari qanaqa buni? 2019 155 ming yurgan, bu ham to'g'ri-to'g'ri. To'g'ri, katta motor. Katta. Bu M50 ya? Bu 50 ay. 50 ay. Ha. Hop, narxi. Buni narxini 73 ming deyapmiz aka. 73 ming. Ha. Ani chopadigan joylarini ayting, kesadigan joylarini. O'sha chopilgan tekis aka, o'zi hammani chopib tashladingiz bugun. 70 mingdan tushadigan. 70 ming bo'ldi. Oxirgi taqaldimi? Ha. 70 mingga X7 aka zo'r. Zo'r. Mashina holati o'zimga yoqdi. Bitta salonni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Jigarrang rangli qora koja kombinatsiya qilingan ekan. Bunda ham podstakanlikni isitadi, sovutadi, pnevma podveska bor, yana qo'shimcha mana tog'ga chiqadigan nimadir funksiyalari bor ekan. Bunda ham Bowers Wilkins turibdi. Menga yoqdi. Salon zo'r, lekin 70 ming dollarga siz qaysi mashina olgan bo'lasiz? Buni to'g'ri keladigani hozir bitta Lisan to'g'ri kelyapti. Lisan olgan bo'larmiz yoki eskiroq bo'lsa ham BMW X7 olgan bo'larmiz. Kommentariyaga yozib keting. Paroklari bor ekan, tonirovkalari bor ekan, 360 graduslik kamera, slipoy zona, davodchiklar, 22-razmerdagi diskalar, balonlarning holati qurt. Lazer faralarda. Keyingisiga o'tamiz. Yana bitta X7. 2019 113 ming yurgan, bu ham to'g'ri motorda aka. Kraskalari? Kraskasi toza, obveslada o'zi boshqacha. Obveslar chiroyli ekan. Chiroyli mashina. Narxini 88 ming deyapmiz. Kelishtirgan joyi 85 ming aka. Ya'ni aka bunaqa narsa, naqd bilan kelishsa sunnatiga endi nimadir o'tib beramiz. Shunday-ku, kelib turib, akamni qo'llarini qattiq siqasiz. Anaqa qilasiz deb, aka desa, pul shishtir deysiz. Bo'ldi, kelaversa beramiz. Mana qilib bering, aytuvdiz videoda deb aytasiz. Bo'ldi, muammo yo'q. Gap beramiz. Bo'ldi. Gap. Buni saloni juda ham idealniy ekan. Qarang, mana buni o'rindiqlarni qarang. Pnevma podveska, podstakanli bunda ham alkantara, bunda ham Bowers Wilkins turibdi. O'rindiqlarda isitadigan, sovutadigan, lekin holati zo'r ekan. Boyagi savolda yana qaytaraman, lekin borib qaytarmasam bo'lmaydi deb buni holatini ko'rgandan keyin rostdan siz deya olamisiz, buni olamisiz. Kommentariy yozing. Yozmadingiz, hozir to'g'rimi? Bitta yozib keting. Mana nima olardingiz mana? Realni eskiroq bo'lsa ham BMWmi? Mayli ozgina yurgan bo'lsa, 50 ming, 60 ming, 100 ming yurgan bo'lsa, BMW olarmisiz yoki Lisan olarmisiz?
ikkinchi qatorda monitorlari bor ekan, pardalari bor ekan, 22-razmerdagi kukla, ya'ni juda ham chiroyli diskalari. Men bu obveslariga-yu men maza qildim, yoqdi. Bilmayman, endi qora rang baribir qora rang. Ko'pchiligiga menimcha qora yoqsa kerak. Oldiga tonirovkalari qilib qo'yilgan, balonlarning holati ideal. O'rtoqlar, videoni o'tkazib olishga shoshilmaysizlar. Sizlar uchun, mashina olmoqchi bo'lganlar uchun juda ham foydali ma'lumot beramiz. Kelinglar, Cobaltni bitta hisoblatib ko'ramiz-da. Xushdaga menga Cobalt kerak. O'rtacha bozor narxi hozirgi kunda necha pul? Xo'p, o'rtacha Cobaltimizni hozirgi kunda 10 ming deb hisoblasak, xo'p, 10 minglik Cobaltimizni biz eng kamida 30%, ya'ni 3000 AQSh dollar bilan chiqarib beramiz. Osonlashtiramiz, ya'ni 10 ming dollarlik Cobalt olmoqchisiz, eng kamida 3000 dollar berishim kerak sizga. Shunaqa, to'ppa-to'g'ri. Davom etamiz. Bundan ayiramiz 3000 dollar. 3000 dollar siz bergan pul. Bizda 7000 dollar qolyapti. Cobaltimizni 1 yildan 3 yilgacha muddatga olishingiz mumkin. Menga 1 yilga kerak. 1 yillikniki necha pul, 2 yillikniki necha pul? Xo'p, 1 yil ustamamiz foiz o'tadigan bo'lsa 23%, 7000 ga, ya'ni ostatki summa, qoldiq summaga urilganda bu 1610 AQSh dollarini tashkil etadi. Xo'p, sizga tushunarli bo'lish uchun 7000 dollar qoldiq summa bor edi. 1610 dollar bu markabni ustamasi, ya'ni markabni xizmat haqqi hisoblanadi. Bu shunda siz bizga 8610 AQSh dollarini 1 yil muddat ichida qilib berishingiz kerak bo'ladi. 12 oy davomida shuni 12 oy davomida bo'lib berasiz. Bu oyma hisoblaydigan bo'lsa, ya'ni buni bo'lsak 12 ga, bu bo'ladi 717 dollardan har oy. Sizlarga tushunarli bo'lish uchun yana ham osonlashtiramiz. Xo'p, 8610 qoldiq summa bo'ldi. 1610 qo'shildi 7000 ga, shunda bu summa chiqdi. Ya'ni 8610 bo'ldi. Oyiga 1 oyda to'laydigan pulim necha pul deydigan bo'lsangiz, 717 dollardan bo'ldi. Bu 1 yillikniki. Ana endi 6 oyga olmoqchi bo'lsam necha pul bo'ladi? 6 oy bo'lsa, mana 23 11,5 ga o'zgaradi. 11,5 bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Endi 2 yilga olmoqchi bo'lsamchi? 2 yilga olsangiz 46, 3 yilga olsangiz 69. Ha, tenga-teng oshib ketaveradi, xuddi shunaqa. Tenga-teng oshib ketadi, to'ppa-to'g'ri. Endi yana bitta ma'lumotimiz bor. Bu 3000 dan boshlanadi. 3000 bilan chiqqan avtomobilni bizning nomimizda bo'ladi. Siz davers asosida haydab yurasiz. Ha, daversda yuraman. Va to'lov miqdoringiz 50% ga yetganda, ya'ni mana bu summangiz 5000 ga yetganda, siz shu avtomobilni o'zingiz nomingizga rasmiylashtirib minib yursangiz bo'ladi. Ya'ni to'liq summasini bermasdan turib, ya'ni mana 8610 ni bermasdan turib ham siz mashinani o'zingiz nomingizga rasmiylashtirib olib ketsangiz bo'ladi. Wow. Mazza-yu, qarang, u yerda o'zingizning chiroyli raqamingiz bor. Chiroyli raqamingizni taqmoqchisiz. 717, 818, 3.8, 3.9 dan taqmoqchisiz. Mana bu summa 3000 dollaringiz 5000 dollarga yetganda, ya'ni 717 dollarni biz 3 marta berganimizda uje ola olamiz-da, to'g'rimi? To'g'ri. Mazza-yu, o'zingizning nomingizda bo'lyapti mashina, o'zingiz uchun ham tinchda, to'g'rimi? To'g'ri. Xushimdaka qarang, endi men 3000 dollar emas, 5000 dollar pulim bor. 5 boshiga 5000 dollar bersam qanaqa bo'ladi? 5000 dollar pul beradigan bo'lsangiz, 50% berayotgan bo'lasiz. Ya'ni boshdanoq shu mashinani siz nomingizga rasmiylashtirib beramiz. Ha, men 50% to'lasam, mashina meni nomimda bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Ko'ryapsizmi qulaylikni? Bu bitta siz emas, hamma mijozlarimiz shunaqa. Qarang, bu 30%lik, 50%lik to'lovlar qilinayotgani bor-ku, bu faqatgina GM avtomobillariga yoki Xitoy avtomobillari, inomarkalar degan savol tug'iladi. Bizning auditoriya ko'proq inomarkaga qiziqishadi. Shunday. Endi inomarkani oladigan bo'lsak, inomarkada boshlang'ich to'lov eng kamida 50% dan boshlanadi. 70% va undan ko'pini beradigan bo'lsangiz, nomingizga rasmiylashtirib beramiz. Inomarkada agarda 70% to'lovim bo'ladigan bo'lsa, keyin nomimga o'tadi. Shunaqa, to'ppa-to'g'ri. GM avtomobillarida 50%. Yashang, to'ppa-to'g'ri. Shunday hozir tabiiy savol tug'iladi. Siz faqat Toshkent shahriga olib berasizmi yoki butun O'zbekiston bo'ylab imkoniyatingiz bormi? Butun O'zbekiston bo'ylab imkoniyatimiz bor. Faqat boshlang'ich to'lov nisbatan ozgina yuqori bo'lishi mumkin, lekin yillik ustama o'zgarmaydi, o'sha qoladi. Misol mana shu Cobalt tariqasida bir gaplashaylik. Xo'p, Cobaltga men 3000 bilan boshlang'ich to'lov 3000 dollar bilan olyapman. Endi Samarqandlik o'rtog'im keldi mana. Xo'p, u qanaqa ola oladi? Boshlang'ich to'lov 30% emas, 45-50% gacha olib chiqarib bersak bo'ladi. Bu barcha viloyatlarga. Bu hamma viloyatga tegishli. Zo'r. Ana endi sizga osonlashtirib tushuntiraman. Barcha viloyatdagi o'rtoqlarim, yaqinlarim ko'ryapsizlar, 45-50% gacha boshlang'ich to'lovini to'laysiz. O'zingizniki qilib olib ketaverasiz mashinani. Har xil vaziyat bor. Issiqjonimiz, kasal bo'lib qolishimiz, shunga o'xshagan holatlar bo'lib qoldi. Mashinani 2 oyini to'laganman, 2 oyini to'la olmay qoldim. Bu vaziyatda qanaqa bo'ladi? Xo'p, Dilshod aka, avvalambor
ko'zda tutilmagan qanaqadir bir holatda bo'ladigan bo'lsa oldin ogohlantirib qo'yishsa 1 oydan 2 oygacha kutish muhlatimiz bor. Kutayotgan muhlatimiz evaziga hech qanaqa pena va jarimalar olinmaydi. Deylik qanaqadir ko'zda tutilmagan savol bo'lib qolishi mumkin to'lov kechikishiga holatni ko'rib chiqib o'rganib 2 oy kutib turamiz va undan keyin yana to'lovni davom ettirib ketaversa bo'ladi. Agarda 2 oydan keyin davom ettirmagan taqdirda bu holat qanaqa bo'lishi mumkin? Xo'p, shu 2 oyda ham to'lov amalga oshmasa, 3-oyga o'tib ketadigan bo'lsa, avtomobil mijoz tarafdan sotuvga qo'yilib, avtomobil sotilib, bizga qarzligini berib, qolgan summani o'zligi bilan olib ketsa bo'ladi. Tushunarli. Agarda sizga penasiz, jarimasiz nasiya savdo kerak bo'ladigan bo'lsa, Markabga murojaat qilaverasiz. Markab 2020-yildan beri nasiya savdo bilan shug'ullanib keladi. O'zimizga foydalandik va manfaatli bo'lgani uchun sizlarga tavsiya qilyapmiz. Javohir, mana o'zing foydalanding, qalay bo'ldi? Xursandmisan? Zo'r, qutulib oldim inshaalloh. Ozgina oxirgi to'lov qolgan faqat, xudo xolasa. 6 oyga oldim, boshlang'ich to'lov ko'proq to'laganim uchun shu nomimga оформление qilib berishdi. Chiroyli nomerimni taqib mazza qilib qaytadim. Va ko'rasizlar, boshlang'ich to'lovni bemalol to'ladi va asosiysi o'zini raqamida yuribdi. Sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz. Foydalaninglar. Aka, buni rangi chiroyli ekani, tumli siniy. Zo'r rang, aka. Chiroyli rang. Nechta pul bu? Bunisi Danilari qanaqa? 2019, 24 ming yurgan, 83 ming so'rayapmiz. 24 ming yurganmi? 24 ming yurgan. Kraskasi? Bor, aka. O'sha tarafda ikkita eshigida bor, aka. Ikkita eshikning o'zida. Udar bo'lmagan, qirilganni hisobiga sepilgan, aka. Aha. Matinidan chiqara olmagan, o'shancha sep borishgan. Hop, narxi Narxi 83 ming. 83 ming. Ha. Kesamizmi, chopamizmi? Tekis qilib beraman, aka. Bo'ladigani 80 ming. Boyiga. Sekin kelib, ishtir bilan gaplashib ketaverasiz. Qiynalishadi-yu, no, harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Bo'ladi. Endi baribir ishtir bilan kelgan paytda o'tib berasiz-ku, to'g'rimi? Taqalgan Endi bitta salonni ko'ramiz. Borgan sari salonda borib tinglashib ketyapti. Mana buni qarang. Buniki undan ham tiniq ekan. Matviligini qarang. Individual sidenyalarda hop, Harman Kardon akustika turibdi. Podstakanni isitadi, sovutadi. Mana bunaqa o'yinchoqlari ham bor ekan. Hop, pnevma podveska, off-road rejim. Mana xrustallariga bitta e'tibor berasiz. Boshqacha Alcantara, xullas mashina o'zimga yoqdi. Bitta kelib, tepasida ko'rmasangiz bo'lmaydi lekin buni. 24 ming yurgan X7 ni bunaqa sotsialnarisini menimcha topa olmasangiz kerak. Chunki X7 ni yengilari ham 30 mingdan oshiq yurdi-da o'zi. Gap yo'q, holat yo'qdi. Bu katta mashina nechi pul aka? Bu aka 75 ming so'rayapmiz. 2019 36 ming yurgan mashina. 36 ming yurgan. 36 ming yurgan. Kraskasi? Kraskasi aka mana shu uchida kraskasi bor, kapotini uchida bor. Bu petno, ya'ni значит, mana shu o'zida. Endi bari aka, bari kapot baribir laklanadi-yu. Laklanadi, hisobiga perxod davomimizda. Ha. Xo'p, bo'lishi 73 ming qilib beraman. Bo'lishi, aka. chopaylik. Yo'q, aka. O'zi bular unaqa ko'p qo'yilmaydi, bilasiz, o'zingizdan. Nechi pul? 73 ming. Taqaldimi? Taqaldi, aka. Sizlar bilan bitta salonni ko'rib chiqamiz. 2019 36 ming yurgan 4.6 litrli Toyota Land Cruiser 200. Salonni holatini bitta ko'ring. Idealligini qarang. Xolodilniklari bor. Hayt. Rushnorga nechi? Boshqacha ekan lekin. Rullarning holati ham bor. Yo'qdi. Mamatlari sinib ketmagan unaqa. Urinmagan lekin mashina. Zo'r. Har birimizga nasib qilsin. Katta yo'llarda mazali o'qitay mashina arabka ekan. Lyuklari bor. Salon yarkiligi boshqacha. Har birimizga nasib qilsin. Tonirovkalari bor ekan, stroyning o'zini paroklari, diskalarni, balonlarning holati juda ham zo'r. Inshaalloh har birimizga nasib qilsin. Buni narxi qanaqa aka? Aka, bunisi unga nisbatan kamroq yurgan. Bu 2019 14 ming yurgan 4 litrli. 4 litrli Narxi motorda. buni ham 75 so'rayapmiz. Aka, sizga bo'ladiganini 72 qilib beraman. 72, ya'ni taqalgan. tekis qilsa bo'lmaydimi? Yo'q, aka. 72 ga qarang, orqasida kalenkasida kraskasi bor. Unda pitno o'zi. Bunda pitnosi bor. Bunda bor, shu kalenkasida bor. Zo'r. Boyagi savol yana qaytaraman sizga. Mana bu bilan ham solishtirsa bo'ladi. Siz mana shunaqa godasi katta mashina olmoqchisiz. Yoningizda li turibdi shu narxda. 19-yil 200 ga olgan bo'lamidingiz yoki yangi masla lisan olgan bo'larmidingiz? Yozib keting kommentariyaga, menga juda ham qiziq. Bitta salonni ko'ramiz. Boyagi savol yana qo'shimcha savol chiqib qoldi. Boya ko'rdingiz, X7 ni ko'rdik. Mana 200 gani ko'ryapmiz.
Buni oldiga yana Li'ni qo'shamiz. 3 ta variant turibdi sizda. Toyota, BMW, Nissan. Mana uchalasi ham почти bir-biriga yaqin segmentdagi mashinalar. Qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Kommentariyaga yozib keting. Menga juda ham qiziq. Salonni rangi to'q jigarrang, qora koja kombinatsiyada ekan. O'rindiqlarning rangi to'q jigarrang rangda, isitish, sovutish va massaj tizimi mavjud ekan. Xolodilnigi bor. Nima deysiz? Kommentariyaga yozib keting. Qaysi birini olgan bo'lardingiz? Bizani o'zbeklar yaxshi ko'rgan Prado. Buni narx-navolari, danilari qanaqa? Bu 2009-yil 148 ming kilometr yurgan mashina. Narxini 31 ming so'rayapmiz. 31 ming. Kelishtiradigan joyi qanaqa? Buni 29 oxirini qilib beramiz. Uje mana bu yerda restyling qilingan bu. Ha, bu restyling Bu qilingan. restyling qilingan 2014-yil farala taqilgan bunga. Ha. No kuzov o'zi 2009 ekan. Zo'r. Bo'lishimi? Buni 29 qilib beramiz. Bo'ladigan narx. Ya'ni tushsa bo'lmaydimi? Bo'ladigan. Taqaldi. Taqaldi, aka. Kelavering, BYDni puliga Prado qilib ketasiz. O'rindiqlari oddiy ekan, koja emas, xolodilnigi bor ekan, monitor. Menimcha boshqa narsa kerak emas bu mashinaga. Daralatib ketaverasiz. Tonirovkalari bor ekan, бесключевой достуp, встроенный порог, 20-razmerdagi diskalar, balonlarning holati juda ham zo'r. Hop, ikkinchi Prado'miz aka, buni narx-navolari, danilari qanaqa? 2014 180 ming yurgan, kraskasi toza, 34 ming so'rayapmiz aka buni. Probegi qancha dedingiz? 180 ming. 180 ming. Kelishtiradigan joyi? Aka taqalgan 32 ming qilib beraman. 32 ming. Bo'ldi, undan tushadigan joyi yo'q. Qotgani shu aka. Hali hech kimga 32 ming qilmadim mashina. 32 ming. Hop, anaqasichi, kraskasi qanaqa? Kraskasi top-toza. Hop, kraskalarini top-toza deyishyapti. Bemalol ustingiz bilan kelib, xohlagan proverka imkoni bor deb aytyaptilar. Xohlagan proverka bemalol tekshirtirib olsangiz bo'ladi. Buni saloni ancha navorot ekan. O'rindiqlari kojinli ekan. Bunda ham xolodilnik bor, katta displey bor. Mana buni qarang. Yoqdi. Hyundai'dan eng so'nggi chiqqan biznes sedanlardan aka. Nima bo'lyapti buni narxlari? Bu 23-yil 4 ming kilometr yurgan. 4 ming. 4 ming, atigi 4 ming yurgan. Gap yo'q. 55 ming so'rayapmiz. Bo'ladigani Buni 52 qilib beraman. 52. Ha, bu ani 2,5 atmosfer motorda chiqqan. Ha, benzin tanlamaydigan motor. Ha. Gap yo'q. Taqaldimi oxirisimi bo'ldi? Bo'ladigan aka 52 ming. Bitta salonda ko'ramiz. Hop, buni ikkinchi qatorini bekorga ko'rsatmayapman. Biznes sedanlardan bittasi, bezramishni ko'ryapsizmi? 2 qavatli oyna, pardalari bor. Orqa o'rindiqda ham isitish, sovutish tizimlarigacha mavjud. Bu degani oldida ham bo'ladi degani. Gap yo'q. Katta panorama eshik ruchkalari chiqib keladi. Bezramishni 360 gradusli kamera, balonlarining holati. Endi 5000 kilometr yurgan mashinani balonlari qanaqa bo'lishi mumkin? Diskasini dizayniga bitta layk qizartirib yuborasiz. Buni rangini ko'rgan obunachilarimiz menimcha ayol auditoriya ko'proq qiziqsa kerak. Narxi va danlilarini ayting aka. 2021 40 ming yurgan GT-Line versiyasi. 27,5 ming so'rayapmiz. 20 so'rayapsiz. Ha, 27. Endi kelishadigan joyini gapiring. 25,5 ming qilib beraman. O'sha yarmiga nima bor? Yo'q, o'sha yarmida demasiz aka. Lekin rangi juda ham sochniy ekan. Kelasiz, menimcha o'zizga yoki kenayimga menimcha olib bersangiz bo'ladi. Siz bilan salonni tomosha qilamiz. Saloni bizanikilar yaxshi ko'rgan qora kojada, perforatsiyali. Ikkita oldi o'rindig'imizda isitish, sovutish, hattoki rullarida abagreiflari bor. Head-up displeylari bor. Monitor, mana richak ko'ryapsizmi? Mashinaning holati zo'r lekin. Menimcha katta panoramalarni ochib olib, maza qilib ketaverasiz. Бесключевой достуp, 360 gradusli kamera, balonlarini yangi balonlar taqib qo'yishibdi. Kechagina Javohir bilan Dubayga borganimizda mana kuzovni ko'rib, aka driftga zo'r ketadi deb aytgan edi. Aka bu mashinaning danlilari qanaqa? Aka bu 2009 LS 460 113 ming milda yurgan mashina. Kraskasi shu tarafda kraskalari bor. Men tomonda kraskasi bor. Aha. Narxini 25 ming deyapmiz. Yana o'tib beramiz aka. Nechta hozir bo'lishini bilib olisizmi? 24 ming qilib beraman aka. Kelishsa yana chiroyli narx qilib berishga harakat qilaman aka. Bo'ldi. Tushundingiz-ku? Shtir bilan kelasiz, mana shu toychoni kelishtirib, shu narxda o'zingiz qilib ketaverasiz. Endi
kraskasi yo'q mashinalarni daniylarni aytmadi. Ya'ni kraskasi yo'q bo'lsa, bir xil mashinalarni aytganimiz yo'q. Kraskasi bor mashinalar bo'lsa, sirazi ochib ketamiz. 2009-yil mashinani saloniga bitta e'tibor berasiz. Tinuvligini qarang buni. Qanaqa bunaqa saqlashgan. Qani o'rindiqlarda isitish, sovutishgacha bor. Orqa pardalarni ham ochsangiz bo'lar ekan. Gap yo'q lekin. Holati o'zimga juda ham yoqdi. Bu mashina ko'pchilik yaxshi biladi, karabil. Ya'ni yumshoq suzib qo'yadi. Beskulchovoy dostuplari bor, oldida tonirovkalari bor. Balonlarning holati sredniy, lekin mana bu diskan dizayniga maza qilasiz. Aka, bu mikroavtobusning nech pul narxi? VIP ekan-a? Bu 25 milli shu VIP avtobusingiz Fording M5 Plus aka. 1,5 kilometr yurgan. 1,5 24-yil mashina. Bo'lishi narxi. 24 ming qilib beramiz aka. Yana keling, tepasida kelishtirib beramiz. Xolos aka. Aka, men yaxshi ko'rgan kuzovlardan bittasi ML. Zo'r ML aka, 350 2008-yil 202 ming yurdi aka mashina. 202 ming? Ha. Narxini 23 ming so'rayapmiz, 22 ming qilib beramiz aka. 22 ming taqalganimi u? Kelursin gaplashaveramiz aka. Ya'ni kelishtirgan joyi bor. Gaplashamiz aka, yog'ini, xudo xolos. Hyundai Tucson aka, bu qanaqa narxlari? 2020-yil 3,5 ming kilometr yurgan. 3,5 ming yurganmi? Ha. Gap ekan. Kraskasi? O'sha bitta eshigida kraskasi bor. Udarq hech narsa bo'lmagan. Aha. No kraska bor. Gap yo'q, lekin oilaga olib qo'yishga juda ham zo'r narsa. Zo'r. Men o'zimga hozir kerak shu kunda. Qani endi buni kelishtiring endi. Qarang, 27 ming so'rayapmiz aka. Taqalganini aytaman sizga. Ayting. 25,5 ming aka. Men realni men o'zimga so'rayapman. Ani hazilsiz, boshqa narsasiz. Meni oilamda bu aka. Bosdan o'zim ham olishim mumkin. Bo'ladiganini gapiring. Unda qarang. Kelishsa siz nomingizdan undoq qo'ldan kelgancha yana tushirib beramiz narxini. Yo, ayting-da, ozgina ayting. 25,5 dan yana o'tib beraman aka yana. 25,5 dan yana o'tib berasiz. O'tib beraman aka. Menimcha Trekkerdan ko'ra bu yaxshi variant. Ancha Hyundai yumshoq mashina, ekonomishli, aka. yumshoq. Benzin tanlamaydi. Benzin tanlamaydi. Zo'r mashina. Men uyga olishim kerak. Siz ovorasizmi birinchi yo men ovoraymi? Qarang, lekin tezlashmasangiz bo'lmaydi. Avtosalonni shuncha aylandi aka. Eng arzon mashina qani endi? Bitta arzon mashina bormi? Aka, mana orqangizda turibdi. Toyota Aha. 2008 2008. 333 ming yurgan mashina. Muxtey. Bu o'zlarini mashina bo'lgan aka. O'zimizda haydab yurgan Endi mashina. 333 ming bu mashinaga hech nima emas. narsa emas, Toyota aka. Yaris Zo'r million mashina. kilometr yuradigan mashina. Bruch, atmosfernik, benzin не то что tanlamaydi, umuman qaramaydi benzinga aka. Rasxodi zo'r, 5-6 litr rasxod qiladi. Kraskalari? Aka, Edbetida menimcha bor. Etbetda kraskasi bor. Xo'p, narxi. Aka, narxini men sizga buncha qo'ydim, buncha qilaman demayman. Shu 4,5 bilan 5 atrofida gaplashaveramiz. Savdolashamiz yo'g'ini aka. Ha, savdolashamiz. Kelishda savdolashamiz aka. Lekin bu avtosalonda bunaqa narxdagi mashina aniq topa olmaysiz. Bu mashinani o'zim qo'rqmasdan tavsiya qilib qolaman. Ya'ni million kilometr yuradigan probegli mashina desa ham menimcha to'g'ri bo'ladi. Toyotani bilasiz o'zi. Menimcha shu bilan yopamiz aka. Xudo xolasa aka. Shunaqa narxlari bilan kelishtirilgan holatdagi videoni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Shu videolarni yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Balki sizga kerak bo'lmasa, yaqinlaringizga kerak bo'lib qoladi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta laykka qizartirib olasiz. Keyingi sayohatimizda qaysi avtosalonda bo'lsin, kommentariyaga yozib keting.